Bugun biz ilm-fan va yuksak texnologiyalar zamonida yashayapmiz, ammo taraqqiyot o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Uni yonib turgan yuraklar, tinib-tinchimas yoshlar yaratadi. Haqiqiy qahramonlik sharoit yo'qligidan nolish emas, balki yo'q joydan imkoniyat yaratishdir. Islomjon Muhammadjonov tengdoshlariga chinakam o'rnak bo'la oladigan, u chekka hududlardagi yoshlarning bilimiga chanqoqligini ko'rib, katta loyihalar yoki hashamatli binolarni kutib o'tirmadi. Islomjon yuk tashuvchi konteyner sotib oldi, lekin uning maqsadi yuk tashish emas, balki ziyo tarqatish edi. U o'z kuchi bilan konteynerni ta'mirlab, ichida shinam va zamonaviy o'quv markazi tashkil qiladi. Islomjon Muhammadjonov, sizni chin dildan muborakbod etamiz va kelgusi ishlaringizga rivoj yor bo'lsin deymiz.